Tamaq shundoq diqqat qilyapman ma'lum, shunchalik oz yeysammi, ig'irligim faqat tushmayotdi, mixdek bir izda to'xtab qoldi. Ba'zida bugun tamoqni nihoyat oz yeysammi, atsi bekala 500 gram 1 kilo ig'irlik o'rlab ketdi. Bu nim bo'ldim ma'lum men jahilsimizmi yoki pingtay chiqib qoldimmi degan do'stlar. Men filmda javobini deb berma. Bir tafsili anglab chiqing, bir tal yuragingizni berib o'ting aymay. Bulamda mushi davlini tushunmagicha siz qat'iy mushi kallingiz itilib qilib, bir xotirjam holat o'riqlayolmaysiz, tashvishlanib o'taversiz degan gap. Xo'sh, tamoqni az yeyotganingiz rost. O'riqlayotganingiz rost. Masalan, bugun sizdan to'nigunga qaraganda 50 gram may ko'ydi. Ammo ig'irlik farq qilmadi. Yoki biz ig'irlik o'rlab ketdi. Nimishqa? Balkim 50 gram may ko'ygan bilan 100 gram suv jiqlab ketgan bo'lishi mumkin bedanda. Nimishqa suv bika-bikadan jiqlab ketdi? Xo'sh. Masalan, siz to'nigungi tamoqlaringizning orasida xemirlik yoki bo'lmasa guruch mushta karbonatlar o'lishgunga qaraganda azroq jiqib ketdi. Azroqlamjimi? Yoki bo'lmasa jiq bo'lmadi. Ammo bu karbonatlarning bir xususiyati 1 gram karbonat badanga 4 gram suv olib kira oladi. Mesela 50 gramni jiqayotgan bo'lsangiz 200 gram suv kirikdi degan gap. Bikali badan shu o'ziga 200 gram suvni jig'ib oldi. Va yoki to'nigungi bir kunlik tamoqingizda o'lishgunga qaragan chaqda tuzni siz bir 5 gram 10 gram ortiq savatdingiz. 1 gram tuzchi badanda 200 gramdan 400 gramcha suvni soluqla oladi. 300 gram deyli o'tirchi hisob bilan 5 gramni ortiq yedingiz degan gap shu 1,5 kilo suv badan kirikdi. Ama 1,5 kilo suv kirib ketdi degan gap shu ig'irlik 1,5 kilo o'rlaydi. Ammo bu deganlik o'riqlayolmadingiz degan gapmi? Yo'q. Sizda yana 50 gram may kuyibadi. Faqat 1 kilo suv chiqib ketdi, nim bo'pti? Bu 1 kilo suvga yana birdan chiqib ketdi atisdan boshlab. Bir kunda ig'irlikni tez sur'atda o'rlab kelsa yoki tushmasa tashvishlanmang, u degan suv may emas, may kuyibotidi. Masalan, siz aynak qarab yiqqan kunda ishtallaringizni burunqi tarkib qolgan ishtallarni kelib yiqqan kan kelyapti. Kan kelgani bo'lsa o'riqlagan bo'lsangiz. Ama bazı o'quvchilar qiziqga. Bu o'zi o'riqlasa, yani ig'irlik tushmasa, yani tashvishlik ekan. Qarasa shunda o'riqlab ketgan, kichik nomerli kiyimlarni kiygan, ammo ig'irliqim tushmayotdi deb tashvishlandi ekan. Ba'zilar aka 5 kilo tushdim, 6 kilo tushdim deb po'atdi ekan. Qarasa o'xshash, ya'ni kiygan kiyimi yana hozirgi cho'ng kiyim, burunqi tar kiyimlari patmaydi. Bizga zodi nima kerak? Biz shu kiyimlarni bir kichik nomerli kiyimlarni kiyay, qarmoqqa o'riqlaychi deb turib o'riqlaymiz. İğirlikqa nimcha olar kirishib olsangiz, unda qilmang.